joyda obzor qilmadim deb o'rtoqlar. Sirasi skladda mana shunaqa krossovkalarimizni ochib yorib, Skechers krossovkalarimiz, Nike'lari ham bor mana. Har xilni ochib yorib, obzorni boshlab yubordim qizajonlar. Lux kopiya, A kopiyada kirib kelgan shunaqa Skecherslarimizni sizlar hech pulga ko'rgansizlar va hech pulga olgansizlar. Ichlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Qayerdan kirib kelishini mana bundan bitta ko'rib olasizlar. Narxini sirasi aytaman. Skladda primoy obzor qotganim uchun 199 mingga skidka qilib tushirib yubordim. O'rtoqlik kamida 400 ming so'm sotilayotgan Skecherlarimizni yengilgina kiysanglar ham hech narsa qilmaydi. Mazza qilib kiyurasizlar, keldi ko'p gapirmasdan obzorni qilib qoling. Mana qorasini qaranglar, qanaqa zo'r turadi. Yonlarini ham, chetlariga ham alohida e'tibor bersanglar bo'ladi. Mana bu rangini qaranglar, buni qaranglar qizlar, qanaqa neobычный ranglarda kirib kelgan, komfortni, yengil, mazza qilib kiyasizlar. Trenirovkalarga ham kiyib yuborsangiz bo'ladi. Oyog'ingiz zo'r turadi. 36 dan 40 gacha razmerlarni olib kirib qo'yganmiz. Mana bu rang ham shunaqa yoqdi. Shunaqa neobычный modelda bo'lganligi, buni rangini kombinatsiyasi вообще zo'rlegan qizlar. Qaranglar, yonib turibdi-da. Bularning hammasi mana. Hammasi atigi 199 ming so'm noto'g'ri eshitmadinglar. Sizlar nech pulga olib qo'ygandinglar? Endi kommentda yozinglar bitta. Nech pulga olganinglarni o'rtoqlar. 199 mingga kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. Xolislar dastlabki xizmatlarimiz 12 ta viloyat bo'yicha ishlaydi o'rtoqlar. Mana shu yerga turgan hammasi faqatgina sizlar uchun. Lekin bitta narsani aytib o'tay, soni cheklangan. Tez zakaz qilmasanglar tugab ketishi mumkin, chunki 199 mingga hamma olib ketadi-da buni. Dastavka xizmatimiz ham ishlaydi. Xolislar kelib olib ketinglar.